Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida voleybol sport turlariga ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internati sportsevar o'quvchilarga o'z eshiklarini ochdi. Maktabning tantanali ochilish tadbirida Ichki ishlar vaziri, viloyat hokimi hamda sport jamoatchiligi ishtirok etdi. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda sportni rivojlantirish borasida dadil qadamlar tashlanib, xalqaro miqyosda yaxshi natijalarga erishilmoqda. Prezidentimizning 2024-yil 19-iyuldagi voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 274-son qarorida belgilab berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida voleybol federatsiyasi ayni vaqtda hududiy maktablar bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Uchqo'rg'on tumanidagi ushbu voleybol sport turlariga ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internat ham ulkan loyihaning uzviy davomi bo'lib, maktabda voleybol bilan bir qatorda sohil voleyboli, boks, erkin va milliy kurash, yengil atletika, futbol hamda chim ustida xokkey kabi sport turlari bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda voleybol sport turini, ya'ni jamoaviy sport turlariga e'tibor juda ham prezidentimiz tomonidan yuqori darajada e'tibor qaratilgan. Bu maktabimiz aynan O'zbekistonda yagona bo'lib, respublikamiz bo'ylab barcha yaxshi sportchilar, mahoratli sportchilar tahsil oladi. Faoliyatimiz uchun mana shunday sharoitlar yaratilar ekan. Albatta, olimpiada ishtirokchilari, chempionlari, sovrindorlarini yetishtiramiz. Ichki ishlar vaziri so'nggi yillarda voleybol sport turini rivojlantirish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar va jamoalarning xalqaro maydondagi natijalari, mamlakatimizda o'tkazilayotgan nufuzli musobaqalar haqida to'xtalib o'tdi. Voleybol bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalar, Ichki ishlar vaziri kubogi va boshqa turnirlarda namanganlik sportchilar o'z o'rniga ega. Xususan, viloyatdan yetishib chiqqan 29 nafar sportchilar turli yosh toifalarda voleybol bo'yicha milliy terma jamoalar tarkibiga kiritilgan. Albatta, voleybol jamoaviy o'yin. Bu sport turi Olimpiya o'yinlariga kiritilgan. Biz ham O'zbekiston jahon chempioni bo'lamiz. Prezidentimiz biz yoshlarga ishonadilar, suyanadilar va albatta bu ishonchni oqlaymiz. Yaratilgan bunday sharoitlarga faqat yutuqlarimiz bilan javob beramiz. Namangan viloyatida ayollar voleyboli ham respublika bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Viloyatda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqish davlatimiz rahbarining qarorida ham o'z ifodasini topdi va Uchqo'rg'on tumanida voleybol sport turlariga ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internati tashkil etilib, bir qator vazifalar belgilab berildi. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda milliy terma jamoalar uchun professional sportchilar zaxirasi yaratiladi va bu borada Rossiya, Belarus, Italiya, Polsha, Yaponiya va Turkiya davlatlarining voleybol klublari bilan hamkorlik rivojlantiriladi. Tadbirda sportchi yoshlarga davlatimiz rahbarining bunday e'tiborlariga javoban O'zbekiston sha'nini xalqaro arenalarda munosib himoya qilib, bayrog'imizni yuqori ko'tarish shart ekanligi ta'kidlandi va bu borada ularga ulkan ishonch bildirildi.